Ishtixon tumanidagi Bog'dod to'yxonasidamiz va bu yerda to'y o'zgacha bo'ladi degan umiddamiz. Ko'raveramiz. Boshqa tushganni ko'z ko'radi. Hurmatli mehmonlar, muhtaram xonimlar va janoblar, kechamizning yana bir jajji qahramoni bor. Ota-onasining suyangan bog'iga ishongan tog'i Asadbek to'y bolamizni davramiz markaziga birgalikda chorlaymiz va to'y bola sadolarida esa shaxsan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov ijrosida to'y bolamizni birgalikda kutib olamiz. Marhamat. Barcha vakillarga boshlangan go'zal oqshomning har bir daqiqasi muborak bo'lsin deymiz. Yo, bu chapak bo'lib qoldi, bu qarsak bo'lmadi. Kelingizlar, qarsakni boshqatdan. Balandroq, yanada balandroq chalib qo'yishgan birgalikda kutib olamiz azizlar. Palma jamoasini chiroyli qarsaklaringiz ostida badiiy sahnamizga taklif etamiz. Sevmaydigan yigitning muhabbati yolg'on bo'ladi. Avvalo bugungi kechani ikkala yoshi bu kunlarni hammadan ko'p kutgan, yaratganimga iltijolar qilgan. Uyda yotibman, sezib turibman. Ko'kda ketayotir qushlar qaytishi. Bo'lsalar, biz ularni oydin hayot sari oq yo'l tilagan holda muhabbat koshonasiga yor salonlar ostida kuzatib qo'yamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimiz bir umrga qo'sha qolsinlar.